Assalomu alaykum. Men Omonboyeva Ruxshona Sharif Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasiman. Bugungi mavzumiz shaxs qobiliyati, iqtidorining pedagogik, psixologik tarkibi tuzilmasi va o'ziga xos jihatlari mavzumiz. Mavzumiz 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz qobiliyat tushunchasi va uning psixologik asoslari. Ikkinchi rejamiz o'qituvchi qobiliyatlarining turlari va mazmuni. Uchinchi rejamiz qobiliyatning rivojlanishi, ijodkorlik va pedagogik mahoratdan iborat. Qobiliyat shaxsning muayyan faoliyatini muvaffaqiyatli bajarishga imkon beruvchi individual psixologik sifatlarning majmuasi bo'lib, bilim va ko'nikmalarni egallash tezligi hamda sifatlarini belgilaydi. Qobiliyat tug'ma holda tayyor shaklda berilmaydi, balki hayotiy tajriba, mashq, o'qish, o'rganish va faoliyat jarayonida xarakter yoki hissiy sifatlar bilan qarama-qarshi shaklda rivojlanadi. Psixolog olim Garvard Gardner inson salohiyatini ko'p qirrali intellekt majmui sifatida izohlaydi. Olga Matveyeva esa pedagog shaxsini rivojlantirish nuqtai nazaridan ushbu qobiliyatlarni psixologik texnologiyalar orqali kuchaytirib, o'qituvchi kasbiy faoliyati uchun quyidagi intellekt turlarining ahamiyatini ta'kidlaydi. Kommunikativ voqealarni oldindan ko'ra bilish, eshitish, his qilish, kinestetik, mantiqiy va ichki shaxsiy qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Qobiliyat bilimdan farq qiladi. Bilim o'rganish mahsuli hisoblansa, qobiliyat esa o'rganishga imkon yaratuvchi psixofiziologik hissiyot. Ular o'zaro bog'liq. Bilim ortgani sari qobiliyat ham takomillashib boradi. Pedagog faoliyatida muhim bo'lgan qobiliyatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ular 6 ta. Birinchisi kommunikativ qobiliyat, ikkinchisi voqealarni oldindan ko'ra bilish qobiliyati, uchinchisi eshitish va his qilish qobiliyati, to'rtinchisi mantiqiy qobiliyat, beshinchisi mantiqiy qobiliyat, to'rtinchisi kinestetik qobiliyat, oltinchisi ichki shaxsiy qobiliyat. Pedagogning ijodkorligi 3 ko'rinishda namoyon bo'ladi. Mahsuldor ijodkorlik, evristik ijodkorlik, kreativ ijodkorlikni o'z ichiga oladi. Qobiliyat o'qituvchi shaxsining kasbiy yutuqlarini belgilovchi eng muhim psixologik omillardan biridir. U tug'ma imkoniyatlar va murakkab psixologik sifatlar tizimidir. Qobiliyatning rivoji o'qituvchining kommunikativligi, mantiqiy fikrlashi, o'zini voqealarni oldindan ko'ra bilish hamda kinestetik malakalarda yaqqol namoyon bo'ladi.